desangiz ham beparasat mukchani olib ketdi. Azizlar, Amerikaning o'sha mashhur Alcatraz qamoqxonasidan taxminan 11,000 kilometr uzoqlikda joylashgan Namangan shahar Dashkola City'dagi Golden Timber, ya'ni oltin yog'ochlar mahsulotlari bazasiga tashrif buyurdik. Bu yerda ko'rib turganingizdek mana shu zinapoya va kravatlar, ya'ni tapchanlarning barcha turdagi mahsulotlar ipidan ignasigacha ishlab chiqariladi. Nice. Assalomu alaykum, Mr. Isomiddin TV'ga va Dashkola City'dagi oltin yog'och mahsulotlarga xush kelibsiz. Amerikaning o'sha mashhur prezidenti Donald Trump shaxsan o'zi Oq uyda mana shu kravat va xontaxtalarda oilaviy choy ichib o'tirsa ham bo'laveradi. Aynan mana shu mahsulotlarni O'zbekistonning 12 ta viloyati, Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq va Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ylab yetkazib berish xizmatlari ham mavjud. Mana shuncha mahsulotlarni ko'rib, siz Optimga savdo qilishadi deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, nafaqat Optimga, balkim donalab ham sotishadi. Namangan shahar bo'ylab qandaydir bonus va chegirmalar mavjud va boshqa 12 ta viloyat dunyoning любой chekkasiga yetkazib berish, o'rnatib berish xizmatlari ham mavjud. Chamdagilarni nechiga desangiz ham beparasat mukchani olib ketdi. Azizlar, qisqacha qilib aytganda, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz va Golden Timber oltin yog'och mahsulotlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ko'rishganda ko'rishguncha deb qolamiz.